Har sentyabr menga sezilmasdan o'tdi 20 yil. Kimga qanaqa bo'ldi bu 20 yil? Oldinda qo'sh yaqin soniya sayin yo'lim bepayon, ikki tomonim sahro. Bu mana vatanim emas, yovvoyi atrof. Men uchun har qadam kutilmagan xatar. Kimlar uchun bu jonajon vatan? O'zgacha zamon, o'zgacha kolorit. Bu zamonga qarshi aytar gapim vip kerilgan hammasi nimasiga bilmadim, ko'rmadim. Keriladigan narsani ko'rmadim. Asab ketagida eslatilgan zo'rlik, xuddi ta'sirlardek qonxo'rlik. Bachkana estrada, bachkana bu san'at talantiga bo'l saltanat. Boshladim kritika, bu mana politika. Meshtani kristalib salaga etika. Mana senga rap, mana senga double time, mana senga tonoma senam bu kray. To'g'ri bu dunyo miqyosdagi rap emas, dash estradagi rap kerak emas. Men yuragimni gelanak olishim uchun menga estrada vashshe kerak emas. O'z rapga kirdim, hammasi boshqacha, yarmi bachkana, yarmi ochiqcha. Bo'la barabara bo'l, hammasi nol, hammasi dona-donasiga chitib qo'y. Nailoj bu jamiyatdagi mentalitet, qalb ojizdagi avtoritet. Go'yoki jahonni g'aflat bosdi, olti burchakli yulduz ostida. Oldinda qish yaqin soniya sayin, qish shamollar qachon sarmayin. Tunlar o'tkazgan bezor vaqtlarimni ko'rnadi bu rapda rezultatlari. Yo'q, men bu rapga